bor, bog'chada u. Bir o'g'il, bir qiz. Gilavnidagi sizmi, o'zingizmi? Albatta. Qo'shnimni prokatga olib turdim. Malada chiroyli qizcha ekan. Sardor aka, Hop. nima gap endi olamda? Qachon endi O'zbekistonga qaytish? O'zbekistondaman. Voy, Dubay 19-etajda o'tiribsiz-ku. Nasib qaytamiz ya. Ana kichkinani qaqa dab qildingiz, qora akani. Hoji akami, qora akami u. Shavda qora. Tegirmonlar bolasi bor ekan, o'zini nima qilamiz? Yaxshi qiz ekan bu. Nima deydi? Undan ko'ra bolam kashasiga yordam qilib yuborishsin, ayting. Somsamas ekansiz, pirashka ekansiz. Sardor aka, men bolam kashasiga yordam qilib yuborishsin. Ro'za kunlari savob bo'ladi. Otasi qarimini? So'ramay yuribdi, qattaga bir qalang'i qasang'i qizlar bilan. Bilib. Qanday qilib o'zini bolasi dunyoga kelib, otasi boshqa bilan yuradi? Shunday otalar bormi? Darcha yuraversin. Otasi qarasin. Otasi tavba qilganda kech bo'ladi unda, to'g'rimi? Nima ish qilasiz o'zingiz? Men o'zim doktorman. Hozir darliman, dekretdaman. Bola katta qilyapman. Xudo xolasa bolamni katta qilib, yana ishga. 16ni bilasizmi? Chilonzorda. Onayning ranji qilib borgan buni. O'sha yerda ishlayman. Men ko'rmagansiz Mobodo shoqda? Yo'q, men u ichkarida ishlayman. Men ham shu ichkarida. Razmoyda. Men operatsiya qilganman-da, tez yordamda. Voy, o'tga bilasizmi, 100 mingta odam kelib ketadi. Alisher, Zaka rahmat. Kasha qancha? Voy, 182 ming turadi, Nutrilak. 800 grammli. Necha kunga yetadi? Bir ikkita uchtaga yordam qilishsin, faqat TikTok'im ulanmagan plastikka, shunim bor. Qiyin mas'ulash. Viza любойni ulasa bo'ladi. Men bola pulim tushadigan plastikim bor lekin ishxonamniki. Vizami? Viza emas lekin. Viza ulasa bo'ladi, viza. Mana manba bor-da, xumo. Ko'rsatma blok bo'ladi. Blok bo'ladi. Yordam qilishsin, ayting. Birodarlaringizga O'zbekistondagi. Bitta kasha qancha yetadi? Necha kunga yetadi? Bitta kasha 3,5-4 kunda. Ishga tushib ketsam, xudo xolasa, cho'tki bo'lib ketadi hammasi. Oyligingiz qancha? Har xil olaman. Masalan, gohida 3,5 million, gohida 3 million 200, gohida 3 million 400. Har xil. nechta farzandingiz bor? Bitta o'g'il, bitta qizim bor, alhamdulillah. Eringiz yo'q. So'ramang, gapirmang dedim. Qanday qilib siz bolalaringizni boqasiz unda? Ota-onam ham yordam berib turadi. Ota-onam bor, Xudoga shukr. Sut chiqmaydimi sut? Yo'q, cho'ta bunimda stressda bo'ldimi, bilmayman, kelmadi. Hozirgi qizlar hech o'zini bolasini o'zi emizmaydi, kashf bilan boqadi. Yo'q, o'g'limni emizganman o'zim. Buni emizganman. O'g'lingizni oti kim? Ha? O'g'lingizni oti? Umarbek. Shunaqa. Bitta kasha qancha? 182 ming Nutrilak. 800 grammli har xil. Kattasi qancha? Eng kattasi shunaqa deb 182. 3 kilolik, 4 kilolik kashalar yo'qmi? Yo'q, unaqa bo'lmasa kerak. Eng kattasi, men oladiganim eng kattasi shunaqa. Nesli kashami?
Yo'q, nutrlakda, ana unaqa zo'r kasha emas, lekin u nalladan past turadi u. Mashinga tashlab yuborsin. O'zbekistondagi sizni poddержка qiladiganligi ayting, iltimos. Qolib ketmaydi menda ham. Prikaz bermaysiz. Ro'za kunlarida savob qilishsa. Ro'za kunda har kun savob qilib yuribmiz. Prikaz bermaylik. Sizni bilaman-ku, men siz zolotoy odamsiz-ku. Kuzataman. Kartezga emas sovg'a uramiz. Kartezda aytsa ko'p pul tushib ketasiz. Uni eplolmaysiz. Yo'q, ulanmaganda anaqa bekor ketadi. Hech nimaga ulanmagan, просто tak ochilgan. Ulaysiz. Hozir sizni kartezni bir og'iz gapirsam, mana bu yerda borki, kartezga 10 million pul tushib ketib qoladi. Shuning uchun aytmayman kartezni. Mayli, xohlasangiz qaytaraman o'zingizga oshiqchasini. Men nima qilaman? Ko'plik qiladi. Men nima qilaman? Mayli, men pampers kasha olib olaman, nima qildi? 10 millionga kasha olasizmi? 10 million tushmasa kerak u. 10 million 1 minutda tushadi. Yo'q, unaqa Shuning uchun emas. kartez aytmaymiz. Sovg'a urib beramiz, yechib olasiz, bo'ladimi? Sovg'a demayman, tushunmayman deya, unaqa bolam bilan qatga chiqaman, ikkita bolam bilan. Qaynota yo'q bo'lsa, bitta o'zim domda tursam ikkita bolam bilan. Onam kelib turadi hamma. Hech qayerga chiqmaysiz. Oddiy bitta viza kartaga shunday ulanasiz, shunday yechib olasiz, tamom. Voy, unaqa qiynamang, iltimos, menga mayli ko'p kerak emas. 182 ming tashlab berishsam bo'ldi. Kerak emas. Hozir $25 tushdi. Jinni. Mana Alisher aka $25 tushdi hozir. Qiyin emas u. Anaqa qo'shnima Wi-Fi'dan kiryotgandim-da, qotyapti cho'ta. Kelmayapti. Nima kelmayapti? Mana endi keldi, kimdir tashlabdi. Hozir keldi mana. 156.780 so'mga tushibdi. Bir marta kartezda ayting, faqat bir marta ayting. 9860 0801 2955 3311. Kim chiqadi? Abilxayeva. Nima kim va? Abilxayeva. Qaysi bank? Abilxayeva Nasiba. Endi qarang kartezga qancha tushdi. Lekinchi kunduzi bo'lsa ham 1000 ta odam kuzatyaptimi sizni? Qancha tushdi? Tarafda. Men tushdi kimdandir. Bir sekund. Voy, necha pul tushdi? Bir mingmi? Unaqa qotib tashamang, voy. Iltimos unaqa. Yo'q, masala odamlar tashyapti mana. Mana qo'lim. Mana qo'lim. Men tashlatganim yo'q, mana qo'lim. 101 ming tushdi, Alloh rozi bo'lsin. Alisher Fayz janoblari. Joningiz sog' bo'lsin, bobo. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, Addushi. Alloh rozi bo'lsin. Sizlarga ham shunaqa o'g'il qizlar nasib qilsin, iloyim. Sog'lom, turmush. Oshmang. Yana bitta imkoniyat beraman. Yana bitta takrorlang. 9860 0801 2955 3311. Abilxayeva chiqadi. Qarab turing endi. Qaysi bank? Xalq bank. Bola pul tushadigan kartada. Bola puli tushyaptimi? O'shani boru so'ramang. Davlat tushiryaptimi? Bola puli beryaptimi?
Va shuni ketidan ham tushdi ishoning. Shuni ham yo'q qilmoqchi davlat. Shu go'daklarni pulini. Arzimagan bo'lmasam. Ikkita bolaga 400 qancha ham beradi. Shuni ketiga ham tushyapti. Bir oyga ikkita bolaga 400 ming so'm pul beraman. Ha? Ya unda bermasin. 430 mingmi? 434 ming beradi. Pulmi tushdimi? Ha, tushdi. Voy. Priz. To'g'ri. 2 80 ming, 50 ming, 100 qancha ming. Ha? Sardor aka, Alloh sizni yetkazdi menga. Rahmat sizga, Andushi. Tanajoningiz sog' bo'lsin. Qarang, bu 1 sekundda tushgani, ko'ryapsizmi? Bu bir deganda tushgani bu. Kelikchi ko'ring. Bilaman. Kelikchi ko'ring, qabul qilishni boshing. TikTokdan chiqib ketib ko'rsam bo'ladimi? Siz Evet. turaverasizmi? Ha, endi mana telefonni mana so'ringda ko'ring. Akalar yuraysizlar akalar. Alloh rozi bo'lsin, malades. Yuraysizlar qaranglar. Yo'llaringiz sog' bo'lsin. Malades. Ana shu bolalardek farzand bersin. İçimizde farzandsizlar bordir. İçimizde mana shunday ersiz, mana shunday go'daklar katta qilayotgan malades ayollarimiz bordir, ha? Savobda. Akalar mana shunday qilayotgan savoblaring butun hammaga tegadi-da. Jonlaring sog' bo'lsin. Kimni padarkasi bo'lsa bosinglar. Qiz jinni bo'lib qolsin. Bosinglar onasini inson. His qilsin bizni davlenamiz. Bosinglar bitta. Bosinglar bilan banglatib tashinglar. His qilib olsin. Voy Sardor aka, men uni qanaqa qilib yechib olaman? Yo'q, qancha bo'ldi kartaga option bo'lmay, qancha tushdi? 800 necha puldir ham tushibdi. 900 necha puldir ham. Endi mana 915.800. Rahmat, pampers qashilab olaman, lekin boru Xudo sizni yetkazdi menga. Andushi rahmat. Moderator bloglayapti. Delijon, rahmat opa, menga emas, opa menga. 1 million tushib ketdimi? Ha, 1 million gap. Gapirgan gapingizga 1 million so'm pul tushib ketdimi? Rahmat kattakon sizga. Andushi rahmat. Voy pastaga. Kim tashlagan bo'lsa ham Alloh rozi bo'lsin sizlardan ilohim. Mana nima bola kartam bir tali sizga ketib qolyapti boya yozgan. Bilmasam, kimdir sizni blok ham qilyapti, nimadir qilyapti. Qilmanglar unaqa narsa, Qilmanglar. Dilijon rahmat, opa rahmat. Qachon qaytasiz endi O'zbekistonga? Yana bitta ayting mayli. 9860 mayli kiyim-kechak qilib beraman. 0801 29 55 33 11. Abilxayeva chiqadi. Men ham tushuna olmay qoldim. Asta-asta. To'rtta. 9860 0801 29 55 33 11. Abilxayeva chiqadi. Xalq banki. Ha, bola pulim tushadigan. Uchinchi marta aytishingiz 3 sekund, mayli 10 sekund vaqtingiz ketdi mayli. Kirib qarang kartangizga. Qarang. Ishonmaydi bu qiz. Yo'q, hali kelmadi. Yaxshilab qarang. Endi keldi. Kimdir tashladi 110 ming so'm. Yana kimdir tashladi 500 mingmi yo 50 mingmi? Ha, 514.900 so'm. Yana kimdir tashladi 180 ming so'm. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Sizlarga ham nasib qilsin shunaqa shirin o'g'il qiz farzandlar ilohim.
nasib qilsin sizlarga ham Alloh. 200 ming so'm tashladi yana kimdir. Kimdir so'rayaptimi? Nito o'zim chiqyapti kartadim. 98 60 08 01 29 55 33 11. Noto'g'ri deyotgan bega. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Shu bola nima bo'ldi? Ha? Aka nima balo qilyapsizlar, ey? Akalar. Nima qilyapsizlar? Ya. Aka 3 marta qaytardi xolos. Ya. Qancha bo'ldi? 100 ming tashladi kimdir. Va Yana. umumiy qancha bo'ldi opshim? Kuzey 80 so'mmi? Ha? 9 yana tushdi mana 913 ming tush. Allo. 913 ming bitta tashlasa kimdir tashladim. Yo'q, anaqa bo'lib tashladi. Boshqa insonlar. Opshim umumiy hisobda kartangizda qancha pul tushgan deding? Общий 1 million mana ko'rib 1 million 834 1 million 834 ming. Hurmatingiz baland, Sardor. Yana bir qarangchi. To'liq qarangchi shunga chiqib. Am 2 million 13 bir ming. yetim talba yo'q. Amma dalba yo'q bo'lsa, mana odamlarning mo'jizasi bu, odamlar karomati bu. Meni unday ulug'lamanglar. Men dalba yo'qman. Men bir xil dalba yo'qman. Mana mo'jizakor insonlar, mana. Mana mo'jizakor insonlar. Sardor aka, rahmat kattakon. Ishlaringizga omad. Mana shunday deydi. Oy, O'zingiz sog' bo'lsin. Tashaganlardan Alloh rozi bo'lsin. Sizlarga ham o'g'il qiz farzandlar nasib qilsin. Addushi rahmat. Alloh sizlarni yetkazdi ertalabdan menga. Birinchi o'rinda Sardor akani yetkazdi. Rahmat. Mashkas, bolangizni ehtiyot qiling. Qizchangiz bitta o'pinga meni ochilishdi. Yaxshi kuninglarda qaytsin, menga bergan bo'lsanglar, Allohimdan 10 baravar bo'lib qaytsin ilohim. Rahmat kattakon. Bitta o'ping. Rahmat, Addushi rahmat. Bitta o'ping. Спасибо. Нет. Ajiyanda bitta Нет. o'ping, ya. Сейчас. Men emas. O jiyanda. Mana. O'ping. O'ping. O'pdim-ku. Kunog'ar sog' bo'ling. Qayerdan? Rahmat. Sog' bo'ling. Hop, Siz qayerdan? Toshkent. Salomat bo'ling. Addushi rahmat. Voy.